Mahsulotlar zavodlarda ishlab chiqariladi. Brendlar esa inson ongida yaratiladi. Biz o'zimizni ongli va zamonaviy mavjudot deb hisoblasak ham, qarorlarimizning aksariyati miyamizning instinktiv ong osti qismi, ba'zan reptiliya miyasi deb ataladigan qism tomonidan qabul qilinadi. Keling, marketing sohasida ana shunday misollardan birini ko'rib chiqamiz. 1970-yillarda Yaponiya iqtisodi jadal rivojlanayotgandi va Nestle ushbu imkoniyatdan foydalanib qolishga qaror qildi. Albatta, ular tanlagan variant qahva bo'ldi. Ammo hammasi bunchalik oson emasdi. Yapon iste'molchilari choyni juda yaxshi ko'rishi hech kimga sir emasdi. Shu sabab Nestle o'ylab ish tutdi. Har xil so'rovnomalar o'tkazdi. Ular Nestle qahvasi haqida fikrlarini so'rashdi odamlardan. Ajablanarlisi shundaki, hamma uni yoqtirdi. Har so'rovnoma natijalari ijobiy bo'ldi. Yaponlar qahvaning ta'mini chindan yoqtirardi. Natijadan hayajonga tushgan Nestle rahbarlari katta marketing kompaniyasi va mahsulotlarni ommalashtirish tizimini yo'lga qo'ydilar. Qahva Yaponiya bo'ylab katta shov-shuv bilan sotuvga chiqdi. Ammo natija kutilgandek bo'lmadi. Nestle qahvasi Yaponiya bozorida sotilmadi. Bo'sh turgan qahvaxonalardan ko'ra tushkunliroq narsa yo'q edi. Barcha tadqiqotlar qahva katta muvaffaqiyatga erishishini ko'rsatgan bo'lsa-da, yaponlar baribir choydan voz kechishmadi. Ular qahvani ta'mini yoqtirar, lekin baribir sotib olishni tanlamasdi. Shu murakkab vaziyatda Nestle marketing bo'yicha mashhur mutaxassis Klotter Ripeilni taklif qildi. Klotter oddiy marketolog emasdi. Dastlab u aslida bolalar psixiatri bo'lgan. U autistik bolalar bilan yillar davomida ishlagan va bitta narsaga qat'iy ishongan: odamlar hech qachon o'zlariga haqiqatdan nima kerakligini aniq ayta olmaydi degan fikrga doim ishongan. Uning mashhur ishlaridan biri Jeep brendiga bergan maslahati bo'lgan. Yangi modellar yaxshi sotilmay qolgani sabab kompaniya nima uchun bunday bo'layotganini tushunmasdi. Klotterning g'ayrioddiy taklifi shu edi: faralarni yana yumonroq shaklga qaytaring. Chunki amerikaliklar uchun Jeep bu erkinlik, yovvoyi g'arb timsoli, otga tenglashtirilgan ramz edi. Jeepning yumonroq faralari amerikaliklar ongida otning ko'zini eslatardi. Faralar to'rtburchak holga keltirilgach, bu aloqadorlik yo'qolgan. Jeep oldingi faralarni qaytardi va savdolar keskin oshdi. Endi Yaponiya masalasiga qaytamiz. Klotter tezda tushundi. Yapon iste'molchilarining qahvaga hech qanday hissiy bog'lanishi yo'q edi. Ular bolaligidan atrofida choy ichadigan ota-onalarni ko'rgan, havoda choy hidi bo'lgan, choyli shirinliklar bilan o'sgandi. Shunday bo'lgach, katta bo'lganda ham choyni tanlashlari tabiiy edi. Shu sabab Klotter shunday taklif berdi: qahvali konfetlar chiqaring. Birdaniga minglab yapon bolalari turli xil qahva ta'mli konfetlarni iste'mol qilishni boshladi. Keyinchalik ular qahva ta'miga o'rgandi. Asta-sekin sovuq, shirin qahvali ichimliklarga o'tdi. Undan keyin lattega, oxiri esa issiq Nescafe krujkalariga yetib bordi. 40 yil avval qahvani sotib olishni xohlamagan bozor bugungi kunda ulkan qahva bozoriga aylandi. Xulosa o'rnida aytish kerakki, qaysi hikoyani aytishingizdan qat'iy nazar xaridorni qahramonga aylantiring.